Lasettini tinig'i chiqsa bosaveraman aka, kanalga qo'ying deganlar uchun maxsus akalar 2013-yilda chiqarilgan avtomat korobka, hech qanaqa joyida hech qanaqa aybi yo'q Lasetti mashinasi akalar. 1.6 motor bilan jihozlangan Lux konditsioner, tepadagi luklar ishlab turibdi. Ko'rib turganlaringdek holati o'ta a'lo darajada, hech qanaqa ishi yo'q. Ko'rib tekshirib olganmiz akalar. Bemalol kanalimizdan bosib olishingiz mumkin. Akalar, mashinamiz narxi $8000. Puliga arziydimi yo'qmi? Lasetti olayotgan tanishlarga tashab qo'yinglar akalar. Xo'p, pastda nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. 4 ta yaxshi o'zini diskalarida yaxshi 4 ta balon qo'yilgan, balonlari ham zo'r holatda turibdi. Xo'p, 47 talik propan gazlari bu akalar, 2 krug yurgan mashinamiz, Malibu 1 rullari, avtomat korobka, konditsionerlar ishlab turibdi. Bitta chexol bosib olib yuraverasizlar akalar. Mashinada pollik, hamma ishi tayyor turibdi. Bitta chexolni bosib yuraverasizlar akalar. Gen davernisam beriladi, bosib